istiqlolim kulib boqqan davron endi bizniki. O'ynab kuling barcha xalqim, zamon endi bizniki. Istiqlolim kulib boqqan davron endi bizniki. O'ynab kuling barcha xalqim, zamon endi bizniki. Kundan kunga obod bo'lgan go'zal mening chamanim. 35 yoshing qutlug' mening ulug' vatanim. Kundan kunga obod bo'lgan go'zal mening chamanim. 35 yoshing qutlug' mening ulug' vatanim. Kundan kunga obod bo'lgan chamanim. 35 yoshing qutlug' vatanim. Qutlug' bo'lsin istiqlolim, shadon kuning. Aman bo'lsin bunyodkoru aziz xalqim. Qutlug' bo'lsin istiqlolim, shadon kuning. Aman bo'lsin bunyodkoru aziz xalqim. Ming shukrona aytadur bugun xalqim. Kundan kunga obod bo'lgan chamanim. 35 yoshing qutlug' vatanim. Kundan kunga obod bo'lgan chamanim. 35 yoshing qutlug' vatanim. Yoshlarimiz vatanimiz tayanchi, g'alabasi yurtimizni quvonchi. Barchamizga Alloh yor bo'lsin bugun. Bobolarim ruhi shod bo'lgan bugun. Jadidlarim ruhi shod bo'lgan bugun. Kundan kunga obod bo'lgan chamanim. 35 yoshing qutlug' vatanim. Kundan kunga obod bo'lgan chamanim. 35 yoshing qutlug' vatanim. 35 yoshing qutlug' vatanim. Qoyil, yaxshi kayfiyat, juda ham istiqlolni baxsh etgan tarona, mustaqilligimizni nishonlash arafasidamiz. Ayniqsa bu to'yga to'yona deganlaridek chiroyli qo'shiq bilan tongni yanada davom ettirib boshlab oldik. Hilola, keling suhbatdoshimizni tantanali ravishda tanishtirib o'tsangiz. To'ppa-to'g'ri ta'kidladingiz. Vatanimizni 35 yillik, demak, bu yil to'yi bo'ladi va mana shunga ham albatta shukronalik keltirsak arziydi. Demak, bugungi mehmon
mehmonimiz Jamshid aka Bozorov, Urgut tuman madaniyat bo'limi rahbar xodimlaridan biri, xonanda, sozanda hamda bastakor akalarimizdan biri. Assalomu alaykum Jamshid aka, studiyamizga xush kelibsiz. Erta tongdan kayfiyatlar qanaqa? Yetib kelishda qiynalmadingizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Samarqand telekanalining muxlislari hamda opalar, akalar, onalar, otalar mana shunday kunga yetkazganiga, mana shunday kunlarga yetkazganiga shukr. Inson uchun bilasizmi, eng oliy ne'mat bu sog'lik va tinchlik. Mana shu tinchligimiz, mana shunday tinch O'zbekistonimizda, mana shunday tinch vatanda mana shunday bayramlar yarashadi. Yaxshi yetib keldik, yetib kelishga kelsak, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi kayfiyatda. Jamshid aka, ham xonandasiz, ham sozandasiz, ham bastakorsiz. Uchalasini baravariga olib ketishlik qiyinchilik tug'dirmaydimi? Ayniqsa, mana shunday ajoyib taronalarni tinglab, ularni qaysidir ma'noda xalqqa yetkazib berishda uchala bir yo'nalishni birgalikda olib ketish uchun insondan katta salohiyat, kuch talab etadi-da. Bundan sizdan nimalar talab etiladi? Endi kimga qanday bilmadimmi, meni fikrim shundayki, menga hech qanday qiyinchilik emas, chunki o'zim yaxshi ko'raman. Sevgan sohangiz. Sevgan soham. Shu vaqti keladi, masalan, soat kech bo'lib ketadimi, vaqt o'tib ketadimi bilinmaydi. Inson yaxshi ko'rib, yurakdan yaxshi ko'rgan kasbiga menimcha bu muhim emas deb o'ylayman. Qiyinchiliklar ko'rinmaydi, ko'zga Ko'zga sezilmaydi. Bugungi kunda mana shogirdlardan qancha, umuman olganda mana shu kasbga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Mana shu haqida ham ozgina gaplashsak. Endi bu kasbga kirib kelishga birinchi navbatda san'at sohasini tanlashimga sababchi bo'lgan otam, birinchi ustozim, qolaversa. Otam tufayli shu san'atga kirib kelgan. O'sha otam san'atkor. Demak, ham qondan, ham tabiatdan yuqadi deganlaricha bor. Ota meros kasb qaysidir ma'noda, albatta otasini davomchisi bo'lgan farzandlar kam bo'lmaydi. Duosini olib, mana xalqqa, elga xizmat qilyapsiz kamarbastalik bilan. Yuqorida Hilolaxon aytdilar, shogirdlaringiz bormi? Bugun ular nimalar bilan shug'ullanib, qanday faoliyat turi? Mana shu san'atning sohasini mahkam tut deya aytasiz, va lekin bilasizmi, ko'pchilik suhbatdoshlarimiz keladi, yo'nalishi boshqa faoliyat turi bilan shug'ullanadi, va lekin hobbisiga aylanib ketgan san'at sohasi vakillari. Sizning shogirdlaringiz bugun yutuqlar zamirida nimalarga erishayapti? Shogirdlarimiz Xudoga shukr, mana bir qancha konkurslarga qatnashib kelyapti. Masalan, yangi ovozlarga qatnashib kelyapti. Respublika miqyosida chiqib borayapti. Faxrli masalan endi ikkinchi o'rinlarda olib kelyapti. Respublika miqyosida viloyatlardan birinchi o'rinlarda olib yuribdi. Shogirdlarimiz xonandasi ham bor, sozandasi ham bor. Xudoga shukr, shogirdlarimiz bor. Mana hozir mana shogirdlarimiz ham ko'rib turibdi, qolaversa. Ustozlarimiz ko'rib turibdi. Mana shu bizga, mana shu sohaga kamarbasta bo'lgan mana shu ustozlarimizga avvalo rahmat deyman. Jamshid aka, har bir sohani o'ziga yarasha qiyinchiligi, mashaqqati bo'ladi-da. Mana san'at ahlini umuman tushunish qiyin. Lekin mana shu zavqli kasbingizdan zavq topib, mana shu ishlashni o'zi ham bir shukronalik qilish kerak-da, mana shu narsaga ham. Bugungi kunda mana shu shukr qiladigan narsalaringiz qancha? Nimalarga shukr qilasiz? Nimalardan afsuslanasiz? Men shukr qiladigan narsa, masalan, birinchi navbatda mana shunday tinch yurtda, moviy osmonda yashab turganimdan shukr qilaman. Birinchi shukrona. Keyin qolganlari, masalan, mana Xudoga shukr, sog'likni berib turibdi Alloh taolo. Bunga shukr qilaman. Oilani tinchligi, ya'ni aka, uka, opa, singil, ona, bola degandek oilam tinch. O'shanga shukr qilaman. San'atdan topganlaringiz va yo'qotganlaringiz bormi? San'atdan topganim, mana bir qancha ustozlar topdim. Bir qancha do'sti, birodarlar topdim. Yaxshi insonlarni topdim. San'atda yo'qotganim otam bo'ladi.
Albatta, ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin, sizni doimo qo'llab-quvvatlab turaversin, yuraversin deymiz. Bilasizmi, Jamshid aka, bir narsa, mana insonni o'sishi uchun, rivojlanishi uchun o'sha faoliyatidagi hamkasblarining o'rni muhim hisoblanadi. Qo'llab-quvvatlov bo'lsa, rag'bat bo'lsa, har doim zinapoyalar sari odimlab boraveradi. Madaniyat sohasining rahbari sifatida bugun xodimlaringiz orasida ustozlaringiz bor, albatta. Qanday Albatta. yangiliklar bo'lyapti bu yo'nalish bo'yicha? Shular haqida ham batafsil ma'lumotlarni aytib o'tsangiz. Mana biz Urgut tumani bilasizlar, Beshqarsak folklor etnografik ansambli bor. Endi bu yerda mana bir qancha ustozlar ishlaydi, ham shogirdlar ishlaydi. Bu yerda asosan bizda mana shu Beshqarsak folklor etnografik ansamblimiz mana yaqinda mana Namangan viloyatida bo'lib o'tgan maqom 3-festivalida bosqichida ishtirok etdik. O'shanda Beshqarsak bilan chiqib mana Samarqand viloyati, qolaversa madaniyat boshqarmasi juda bir go'zal ishtirok etib, mana shu Samarqand viloyatini o'sha yerda masalan O'zbekiston bu yerda bitta O'zbekiston emas, butun dunyo bo'ylab keldi. Biz endi shu madaniyat to'g'risida gap ketar ekan, bizning madaniyatimiz bunday olib qarasak, Aslida madaniyat nima degan savol bo'ladi-da. Endi mana ayrim qo'shtirnoq ichidagi insonlarda aytamiz, madaniyat degani ikkita shularni ayt, ikkita kolonkani ko'tarib bor, mana bu yerga qo'yib kelishib bo'ldi madaniyat degan tushunchaga ega-da. Lekin bizning madaniyatimiz, bu madaniyat har birimizning qalbimizda, qolaversa qonimizda bor. Madaniyat nima? Madaniyat mana bizni o'tib ketgan masalan ajdodlarimizdan qolgan qancha kuylar bor, qancha musiqalar bor, qancha tarixiy obidalar bor masalan. Buni hammasi madaniyatga kiradi. Madaniyat deganda madaniyat insonning g'ururi deb o'ylayman. Bugungi kunda mana bastakor sifatida qanday qo'shiqlarni bastalagansiz? Mana shu haqida ham ozgina gaplashsak. O'sha xalqning orasiga kirib borgan taronalaringiz, har doim bir yig'inlarga borganingizda, to'y tomosha tadbirlarga borganingizda sizni olqishlab kutib oladigan qaysidir ma'noda kirish so'ziga aylangan qo'shig'ingiz bormi? Bor, albatta. Masalan, O'zbekiston haqida bundan oldingisidan aytganmiz. Bu bilan masalan bir qancha tadbirlarda aytiladi. Bundan ohu ko'zli janonim degan taronamiz bor. İlk muhabbat degan taronamiz bor. Malohat degan taronalarimiz. Jamshid aka, nimalardan ilhomlanib mana shu qo'shiqlarni yozasiz, bastalaysiz? Nima ilhom beradi sizga? Ilhom nimadan ilhomlanadi? San'atkorga yaxshi kayfiyat mana shu shirin so'zlardan. Masalan, o'tiramiz, bironta bir chiroyli bir jarayon bo'lib qoladi. Masalan, shoirlarga aytamiz, yozib beradi. Ya shoirlarning she'rlarini olib o'qigan paytimiz o'shandan ilhomlanamiz. Masalan, mana Yangi O'zbekiston, masalan 35 yilligimizga buni sababchi bo'lgan, masalan o'tirdik, masalan mana chiroyli bir qancha san'at sohasiga mana xabarlaringiz bor muhtaram yurtboshimiz to'g'risidan, san'atga qancha e'tibor berildi, madaniyatga qancha e'tibor berildi. O'shalarni eshitib ko'rib, buni ilhomlanib shoirga aytdik, shu bitta chiroyli javob bo'lsin bizlardan degan maqsadda mana shu yurtboshimizni mana shunday bergan imkoniyatlarga javob sifatida o'shandan ilhomlandim. Masalan, bitta o'shandan inobat qiladigan bo'lsak. Albatta. Vaqtingizni ayamasdan dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur bildiramiz. Keling, endi birgalikda mana shu ajoyib lavhani tomosha qilamiz. Marhamat. Marhamat azizlar.